Assalomu alaykum. Yangi gulimizga joy tayyor bo'ldi. Xudo xolasa kattagina chiqdi. Eni 70, bo'yi 1.80, bitta xonasi 60 dan. Xudo xolasa kattagina bo'ldi. Bu o'rta qatorda eshigi endi bitadi. Eshiklari tepaga ochiladi. Yana bir ikkita chala joyi bor. O'sha tepaga ilib qo'yadigan qilinadi ish qilayotganda. Hozircha shu holatda gradusi 25 ga yaqin. Endi bu sariq lampochkalar qo'yilgan. O'rtasiga sal havo sovib ketadigan bo'lsa, hozirgi paytda havo yaxshi. Issiqligi mabodo sovib ketadigan bo'lsa, shular ham yoqiladi. Undan tashqari oq lampochkalar qo'yilgan yoritish uchun. Yana bitta moslamamiz bor. Bunaqangi narsa. Bu ichkarida issiqlikni bir xil qilib beradi. Misol 25 gradusga qo'yiladigan bo'lsa, 25 gradusga chiqqanda lampochka o'chadi, 23 gradusga tushganda lampochka yonadi. Endi bu lampochka yoqqandan keyin gullarga tezda spray qilib turish kerak. Mana bu gullarni ham joylab yuboramiz. Yana yangi gullar keladi, o'shalarni ham joylaymiz.